tumani, 48-maktab. Tushgan emas, Nechta tabiiy fan o'qituvchingiz bor ustoz? Tabiiy fan o'qituvchi bittasi band. O'tgan safar to'g'risi kamchiliklar bor edi. Mana shu narsalar ham bo'lishi kerak dedi, material bilan. Bu kasbiy muloqotda fikr almashish ekan. Almashish ya'ni bu ingliz tilida fikr mulohaza, tavsiya degan ma'nolarni bildiradi. Asosan feedback qanday bo'ladi? Misol uchun o'quvchilarga o'qishda, ta'lim jarayonida to'g'ri yo'naltirilgan feedbacklar, ya'ni tavsiyalar berish, uni to'g'ri yo'naltirish, ta'lim jarayonida samarali darsga qatnashishni ta'minlash bo'yicha o'zini fikr mulohazasi, to'g'ri yo'nalishlarni bera olishdi. To'g'ri. Feedbacklar bir necha turli bo'ladi. Ular masalan iqtidorli bolani rivojlantirish, ma'lum bir sohaga rivojlantirish uchun yoki undagi bo'shliqni ta'minlash uchun, yo'naltirish uchun berilishi mumkin. Yaxshi. Feedback. Masalan, biz bugungi darsimiz feedback bu chempionlar donushtasi. Ya'ni biz buni mantiqan tushunganimizda o'quvchiga beradigan narsamiz, o'quvchiga qanchalar bilimni beradigan, bilimimizni qancha mukammal bersak, o'quvchidan shu darajada o'zimizni qondiradigan, kerak bo'lgan bergan bilimimizni natijasini o'zimiz ko'ra olamiz. Masalan, o'sha har bir darsda tabiiy fanlarni o'tishimizda fizika, geografiya, kimyo fanlarimizda biz o'sha har bir fanning o'ziga umumiy o'ta kech. Bu endi o'sha muammolar. Masalan, dars jarayonida berilgan feedbacklarning natijalari masalan o'ta ko'pligi, o'ta kamligi, o'ta umumiyligi, so'ngra o'ta kech berilganligi. Masalan, o'quvchiga dars davomida o'sha feedbackni o'ta ko'p miqdorda bersa ham bola qabul qilishi biroz qiyinlashadi. O'ta kamligi o'quvchiga ana shu bilim darajasida nimadir yetishmay qolganligi, o'ta kechligi bu kerakli bo'lgan ma'lumotni o'z vaqtida berilmaganligi. Biz mana shu muammolarga keyin o'ta umumiysiga o'sha ma'lumotni umumiy darajada olib o'tib ketilgani yo'q, alohida har bir mavzu